O'tirgan holatingizda xuddi bo'yningizda bir yuk turgandek bo'ladi. Og'ir his qilasiz o'zingizni. Ya'ni o'tirib ishlaysiz. Harakatlaringizda, suyaklaringiz, bo'g'inlaringizda qirsillash ko'pmi? Demak, uni davolash kerak. Hozirgi kunda juda ko'pchilik yoshlarimiz komfort hayotda, ya'ni ofisniy variantda o'tirib, kam harakatlilik ish faoliyatini yuritishadi. Ularda asosiy shu bo'yin sohasida, umurtqa sohalarida o'sha tuz yig'ilishi deydi. Bo'yin sohalarida, umurtqa sohalarida osteoxondroz deydi. Shu narsa ko'p bezovta qiladi ularni. Ular muayyan bir mashqlar, sport mashg'ulotlari qilishlari kerak bo'ladi. Agar sport mashg'ulotlarini qilishlikka vaqtligisi bo'lmasa, bizda hozirgi kunda juda ham yaxshi samarali ish berib kelayotgan tabiiy o'tgiyohlardan tayyorlangan maxsus dori vositalarini ichishni taklif qilamiz. Tizza va bo'g'inlarda qirsillashlarni sababi ham shunda. Ya'ni o'sha hududda moddalar almashinuvi yaxshi bo'lmaganligidan shu holat kelib chiqadi. Dori ichilganda shu narsa bartaraf bo'ladi va kompress mazza qilganda ham.